Hozirgi kunda dehqonlardan, fermerlardan ko'pchilik murojaat bo'lib tushyapti. G'allani mana bosh uchi qanaqadir kuyganga o'xshab, sarg'ayib, bir qanaqadir kasallik alomatlari bo'ladi. U nimadan, qanaqa kasallik alomati bo'lishi mumkin? Uni qanaqa yo'l bilan to'g'rilasa bo'ladi? G'allada o'zingiz ham e'tibor bersangiz, dalaga qarasangiz, qizarganday borib ko'rasiz, g'allani uchlarimda kuyganday bo'lib turibdi. Buni asosiy sababi mana ertaroq ekilgan g'allalarga mana kunni oldin 10 kun, 15 kun oldingi sovuq quruv tushdi, quruv. Ana shu natijasida bo'ldi bu. Bu g'alla stressga tushdi degani. Stress oldi. Havo qilishganiga birdan sovuq tushdi, kuyganday bo'lib turib, g'allani ranglari sarg'ayib, qizarib qoldi. Bunga bizda nima beryapmiz? Tezroq nima stressdan chiqaramiz degan maqsadimiz mana bu sulfik kislota, amino kislotalar tarkibli preparat Mobiful-Max. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Mobiful-Max. Bu asosan o'simlikda sovuq urishidan, issiqdan yoki bo'lmasa qurg'oqchilikdan bo'lgan stresslarni oldini oladi. Stressga tushgan bo'lsa, stressdan chiqarishga yordam beradigan preparat bu. Mobiful-Max. Yaxshi. Bunga qo'shimcha mana bu Mobifos degan preparatimiz bor. Mobifos. Bunda 40% fosfor, 10% azot gektariga 1 litrdan. 1 litrdan Mobifos, 1 kilodan Mobiful-Max. Ana shu g'alla maydoniga ikkalasini aralashtirib sepiladi. G'allani tupi qalinlashib, ranglari qora bo'lib ochilib, stressga tushgan bo'lsa, stressdan 7 kun muddatda g'allani o'zini holatiga keltiradi. Kattakon rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Agar sizga ham shu kabi foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki muammolaringizga yechim topmoqchi bo'lsangiz, Mabetco kompaniyasiga murojaat qiling. Bu yerdagi tajribali agronomlar sizga muammoingizga albatta yechim berishadi.